Assalomu alaykum qadrdonlar. Biz yana bugun ishdamiz. Gipsi kartonimizni davom ettiryapmiz. Inshaalloh shogirdimiz material kutyapmiz, davom turibmiz. Bu tarafini hozir qo'shni bilan kelishgan holda o'zimiz отдельно qilishga qaror qildik. Короче, отдельно bo'ladi полностью. Nasib bo'lsa, bu to'rini ham gipsi karton qildirayotgan bo'ldilar. Obyektimiz egalari Raftem inshaalloh chotka qilib gipsi karton qilamiz. Nasib bo'lsa kutib turinglar, sizlarga bo'linglar. Kommentariy yozib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Kimlar Toshkent shahrida, Toshkent viloyatida mana shunday qurilish ishlari, yaxshi masterlar izlayotgan bo'lsalaringiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerni qoldiramiz pastda. Nasib bo'lsa, chiroyli rezultatda nasib bo'lsa boshliq ruxsat bersalar, полностью отделкалari bilan bitirib, kraska bo'lsa kraska, bo'lmasa dekorativniy shtukaturkalarini qilib beramiz, chotka qilib inshaalloh. Murojaat qilaverasizlar, telefon nomerlari pastda qoldiraman, obuna bo'lishni unutmanglar. Jigarlarga tashlab qo'yinglar, kimni uyida stroyka qilib, yaxshi masterlar izlab, ustalar topilmayotgan bo'lsa, professional masterlar. Umuman 7 ta davlatdan xizmat ko'rsatib kelgan ustalar. Murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.